sud tomoshabinlari, mana biz yana murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga hamda Oliy sud raisi Islomov Baxtiyorga. Mana hozir biz sud jarayonidan chiqdik. Hozir sud bo'lib o'tdi. Sudimiz yana qoldirildi. Xudo xolasa hozir sudlarimiz yaxshi ko'rib turibdi. Bizning aynan murojaatimiz Oliy sud raisiga. Nimaga deganda, kecha siz intervyu berganingizda sudlarimiz bundan buyog'iga ochiqlik bo'ladi dedingiz, blogerlar kiradi dedingiz, video kamera bilan kirasiz dedingiz, hamma yoq ochiqlik bo'ladi dedingiz. Bizni yana sizdan yordam so'rab chiqqanimiz, bizga o'sha sudga hozir Toshkent shahar sudida bo'lyapti. Faqat bizga kamera kirgizib berishingizni iltimos qilamiz. Nega deganda, prezidentimiz 3 kun oldin aytdi. Bundan buyog'iga dedi, tepada o'tirgan rahbariyatlar dedi, sudlarga dedi, majburan ustidan ko'rib uqlasan, bu qilasan deb majburlamaysan dedi. Bironta tepada o'tirgan sudga aralashmaydi dedi. Kimki sudga aralashsa dedi, jinoiy javobgarlikka tortiladi dedi. Bundan buyog'iga sudni o'zi baho beradi dedi. Mana oldingi safar Yashnobod sudida Mir Usmon ko'rib chiqqan. Mir Usmonni aybini aytadigan bo'lsak, u Dialani ko'rmagan deb oldin ham aytganmiz. Ko'rmaganning sababi bor. Ko'rganda o'sha yerda baho berardi. Nimaga deganda, mana JPKning men yozib qo'yibdi. Mana men yozmaganman buni. Mana JPKning 467-moddasida hukmning tafsil qismida dedi, jinoyat qilishning vaqti dedi, usuli dedi, aybning dedi, shakli, jinoyatining dedi, sabablari, maqsadlari va oqibatlari ko'rsatilishi lozim deb belgilangan dedi. JPKning 29-moddasi 2 va undan ortiq dedi. Oldin aytgan u bir jinoyatchi deb topgan, jinoyatchi bir to'da shaxs degan, guruh bo'lib, to'da bo'lib jinoyat ish qilgan degan u. To'dani mana aytib qo'yibdi, mana bunda yozib qo'yibdi. 2 va undan ortiq dedi, shaxsning dedi, birgalikda jinoyat dedi, sodir etsa dedi, u dedi guruh bo'lib dedi, o'tadi degan guruh. Faqat Karimov G'ayrat bitta o'zi jinoyat qilib 165-moddani qo'yib qo'ygan. Uni guruhi, sheriklari unga baho bermagan. Bizani yana Oliy sudga so'zimiz so'ngida yana iltimos qilamiz. Bizga faqat video kamera bilan kirib sud bo'lishini ta'minlab berishingizni iltimos qilamiz. O'zingiz aytyapsiz, hamma yoq ochiqlik bo'ladi, shaffof bo'ladi. Bundan buyog'iga hech kim sudyalarga aralasha olmaydi deyapsiz. Sudyalar noto'g'ri ko'rsa jinoiy javobgarlikka tortiladi deyapsiz. Mana tortilsa, men bu Yashnobod sudingizni siz jinoyatga tortishingiz kerak. Nimaga deganda, men hozir o'qib berdim. Yana o'qib beraman, yana. Sababi Jinoyat kodeksining 22-moddasida dedi, isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlar sinchovlik bilan har tomonlama to'liq va xolisona tekshirib chiqilishi kerak deb qo'ydi. JPKning dedi 463-moddasida dedi, esa dedi, ayblov hukmini taxminlarga asoslanmasligi va faqat sudlovchining jinoyat sodir etishda aybli ekanligini aniqlab, sud muhokamasi davomida isbotini qilingan taqdirdagina chiqarilishi ko'rsatilgan deyapti. Mana o'shalarni ko'rmagan, baho bermagan, mana biz ommaga yaratyapmiz. Sizga mana jinoyatni yashirib o'tirganini ko'rsatyapmiz. Prezidentimiz aytayapti, qaysi bir sudya Dialani ko'rmasa, noto'g'ri baho bersa, o'sha jinoyat javobgarlikka tortamiz deyapti. Mana sizga Respublika Oliy sudi, mana sizga isbotimiz, dalilimiz. Mana bu Yashnobod qo'lingizdagi Mir Usmonni ko'rgan xatoliklari. O'sha tufayli og'am mana 1,5 yildan beri ajr tartib o'tiribdi. Oldingi safar ham sud bo'lganda, oldingi safar bo'lganida biz video murojaat qilmagandik. Nimaga deganda, olgan guruhning ishchisi kelgandi. U keldida yana u hozir nima berib, paqazana beryapti. Men Karimov G'ayratni tanimayman, ko'rgan emasman, men pul ham bermaganman deyapti. Mana tergovchingiz, mana bu sudlaringiz oldingi safar ko'rganlarda oldirmagan. Mana bu shahar sudi hozir chaqirtirib birma-birini tekshiryapti. Bulardan
hozirlikcha ko'nglimiz to'q. Hozir ishni yaxshi olib boryapti. Hozir kelayotganlarni birontasi bo'yniga olmayapti. Faqat tergovchini qaralayapti, oldingi sudyani qaralayapti bular. Mana sizga yana aytamiz, keyingi nimamizda ham Xudo xolasa murojaatimizda sizga ko'rsatib beramiz.